Assalomu alaykum do'stlar. Bir xonali dom sotuvga chiqaryapman. Ko'pchilik bir xonali dom so'rashgan edi. Sizlar bu bir xonali domni ikki xona qilish imkoniyatlaringiz ham bor. Buni isboti tariqasida bundan bir necha oy oldin, 2 oy oldin birinchi etajdan bir xona ikki xona qilingan variantini ham sotuvga chiqargan edik va sotgan edik. Hozirgi umumiy maydon 46 kvadrat tashkil etadigan 3-etajda Novostroyka g'ishlik domlarni sotuvga chiqaryapman. Aytgancha manzil qayerda? Keling, Termiz shahar Islom Karimov ko'chasi Begayim restoran Arentir. Yo'l chetida qad ko'targan 3 qavatli domlarni 3-qavatda sotuvda. Bu yangi dom 2018-2017-yil topshirilgan. Salkam 8 yil bo'ldi, lekin yangi. Gaz bor, suv bor, svet bor. Eng asosiysi g'ishlik domlar, 3 qavatli domlar 3-etajda. Bitta katta zalni ko'rdinglar, mana shuni ko'pchilik ikkiga ajratib olishgan. Mana bu koridor, tashqaridan o'ng qo'lga qayrilsak, sanuzil va oshxona. Keling oshxona. Oshxonada balkon bor, ariston, katyol, Airful brendi ostida xolodilnik, gaz plita, hammasi qoladi. 3 qavatli dom. 3-qavatida sanuzil birgalikda. Termiz davlat universiteti bilasizlar, 300 metr uzoqlikda Begayim restoran Arentir. G'ishlik domlarda bo'lyapti. Naqd pul yoki ikkilamchiga sotib olishingiz mumkin. Ulgurib qolingizlar. Bunaqa uylar uncha ko'p turmaydi. Remont qilaman dedi egasi, remont qilmang dedim. Kim oladigan bo'lsa, o'zi xohlagan vaqtida, vaholanki 1 yildan keyin, 2 yildan keyin pul topganda qilib oladi deyishdim. Ulgurib qoling. Pastdagi nomerlar 98 kodi bilan 577 77 88. Maktab bog'chani aytib o'tishim hojati yo'q. Shu yerda videoroligimiz tamom.